Чемоданное настроение boshlandi. Mana shunaqa bardak bizada. Hozir hamma kiyimlarni chiqaryapmiz. Hammamiznikini. Bunaqa suzishga ko'pgina pamperslar oldik. Chunki bolalarim suzishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Basseynni meni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun har kuni bir necha mahaldan planirovать qilyapmiz basseynga tushishni. Ko'pgina oldik. Maxsus shunaqa pampers. Suzganda, suvga tushganda kiyiladigan. Mana ichida 3 ta bor. Bular hammasi bitta donadan. Sahar 5 yo'lga chiqib oldik. Aeroportga yetib borishimizga 20 minut qoldi. Taksidamiz. Men soat 3da turganman, 12:30da yotdim. Yangi davlatni ko'ramiz endi borib. Yangi yilni yangi joyda kutib olamiz. Hali yere kirmasa kerak. Biz kirib oldik. Endi dadalarni sekin kirgizishadi. Hozir yarim soatdan keyin aeroport anaqa samolyotimiz uchib ketish kerak. Biz уже o'tirishimiz kerak edi, lekin hali shu yerdan ko'rib turganinglardek 1:01dan 1:09gacha naryod ekan, u yoqqa yurib turamiz. Endi train kutyapmiz. Aeroport ichidan yuradigan metroda. Ro'parasi 30 minutdan keyin samolyotimiz uchishi kerak. 2 minutdan keyin keladi ekan. Xudasi mana metro. Bilan haqiqiy metro. Faqat farqi pasportlar, biletlarimiz bor. Hozir o'tiraylik, xo'p bolam. Ana 20 minut qolganda ulgurib keldik. Ketyapmiz. Mama, chiqyapmiz. Ha. Men ushab turaymi? Ketdik. Bu bolaga ichida kakasi yo'qligini balki aytarmiz, yo'lda tushirib qoldirganini. Kel. Ni 친구. 가자. 가자. Điện thoại di động và các thiết bị điện tử có thể được sử dụng ở chế độ máy bay trong thời gian đến thuyền cafe an hiện tắt. Mo'jiza. Ladies and gentlemen, Mo'jizalar sodir bo'ladi. now time for the turn off. For your safety, please keep your seatbelt fastened as we may experience turbulence, mobile phones and Bunaqasi bo'ladimi yo'q bilmadim, lekin yulduzlarga to'g'ri kelib shekilli issiq kofe ichyapmiz. Mana $3 ekan shu Nescafe. Ovqatimizni olib kelishadi. Mol go'shtli ovqat, qanaqadir sous berishdi. Halol belgisi bor. Bu ham qanaqadir sous ekan. Soya shekilli bu. Kim agar samolyotga chiqmagan bo'lsa, shunaqa kabinka bo'ladi. Juda ham kichkina. No, kerakli funksiyani bajaradigan hojatxona. Zaki bolam turdi. Turdim deng. Ovqatlanyapti hozir. Mana shunaqa baliqli ovqat aytdik. Juda bir bemaza ekan. Lekin pyureshkani Nadesh yeydi. Chunki Zayn yeyapti. Ovqatni yemadi. Ovqatini dadasi yeb qo'ydilar. Juda bemaza ekan. Juda bemaza ekan rostdan ham. Muzga tushmadi mazasi.
Endi zang keldi menga. O chekkadagi odamga mazza. Hamma narsa ham o'ylagandek ko'ringandek oson emas. Sayohat ham oson emas. Right. Stow your tray table and open your window shade. All mobile phones and electronic devices Yetkilik qo'nyapmiz. to flight mode. Smoking is strictly prohibited, including e-cigarettes and vaporizer. Our sales services have now included. 힘들어디. 승객 여러분, 지금부터 착륙 준비를 하겠습니다. 지정된 좌석으로 돌아가 좌석 벨트를 착용해 주시고 좌석 Zaki, 윈도와 пока. 테이블은 제자리로 해주십시오. Пока. 또한 창문 덮개는 열어주시기 바랍니다. Kaka? Aka qilarkanmi? Majayo. Ha. Oo, atir bor ekan, atir. Atir qani atir? O'ynayapmiz. Ayashi. Vau, xursand ekan odamlar. Coca-Cola. İşteyapman, chokolat. Bagajlarimiz o'rnamizdan. 3 ekan, 3 bagajlarimiz chiqdi. Sen nima yo'ling qo'yib qo'ygan? Men o'zim yechib olganman. Ha, Yig'ladida. O'na narsamiz to'g'riga sovoling. Birin-ketin dadasi. Hozir boramiz Panchakka. Chiqdik aeroportdan. Voy, mazza havo shunaqa yoqimli, iliq. Men o'sha maykadaman. Dadasi ham shu futbolkada. Bo'ldi bizlar katta qalin kurtkalarimizdamiz emasmiz. Bolalar ham futbolkada va yalang'oyoq. Shunaqa to'p etib yozga tushib qoldik. Qahraton qishdan. Endi hozir bizni olgani kelishlari kerak edi, lekin chiqmabdi. Hech kim, menimcha, shuni aniqlashtirmoqchimiz. Ay, mana jonlar, vasallarim, bunaqa issiqda atiga qarashmasa bo'lyapti-yu. Ekzotikani qaranglar. Hamma yoqda issiq joylarda o'tirgan bizlar. Ha, qo'limda. Ketdik endi mehmonxonaga olg'a. Voy. Bular dadasiga berib qo'ydim. Men orqada o'tirib oldim. Sizlarga bitta ko'rsatib ketganim. Mana aeroportdan chiqishimiz bilan. Shunaqa deb bo'lar ekan. Danang judayam qulay bo'ldi bizga kelishimizda, chunki Koreyadan reyslar juda ko'p ekan va primoy ekan. Ayniqsa bizga o'xshab ikkita yo'l bola bilan uchadiganlarga qulay va biz topgan mehmonxona yaqindagina ochilgan ekan, yangi ekan, juda ko'p bonuslari bor ekan. Xullas, narxlari ham yoqdi, issiqligi ham yoqdi, primoy reys borligi ham yoqdi. Mana 5 soatda уже Danangda bo'ldik. Dunyo bo'lar.
Bizdan gap talashib o'tirmadi. Bo'la qoldi. Mana bu uylarni qaranglar, qanaqa o'simliklar bilan qamrab olingan. Voy, Zaki. Bu endi qurilyapti. Mehmonxonamizga kelib oldik. Hali vaqtliroq keldik. Yur, qo'lin qilma. Boshladi sho'xlikka avjiga chiqishi. Yuringlar. Ketdik, u yerda o'tirib turamiz. Ketdik. O'natda o'tiramiz. Yuringlar. Voy. Voydot. Fatoma bilan bolaligini qaranglar. Welcome in drink berishdi shunaqa detak suv. Svежать qilar ekan, sridere bilan olma solishgan. Hozir endi tushuntiryapti bizga nimalar bor, qanaqa bor, spa yo'q ekan bu yerda. Mayli topamiz bu atrofdan, chunki biz massaj olishga, rastavitsa qilishga keldik bu yoqqa. O'ta sekin o'ynash kerak bolajonim. Mana aytdi. Zona. Olchi. Bizlarni hozir reklamaga olib kirishdi. To'xtab tur. Chanqaman, cho'qimki daryo bo'lam. Bax bo'lma bo'lam. Oy, bitni qaranglar. Bugun pastorniy pogoda ekan. Birinchi bitta reklamaga kofeli bor ekan, shavalili bor ekan. Tekin ekan. Shatmada joymi? Shat, ha. Yorug'da o'tiramiz. Xo'p, asta-asta. Soylarni qaranglar. Да, мanga latte, пожалуйста. Yoki cappuccino. Cappuccino. Yo, o'ziniki qilibdi. Bitta anaqa frutlar bor ekan, shirinlik bor ekan. Конечно, bay. Chiroyliligini qaranglar. Yaxshi boshlandi. Nonushdan boshlandi. Dam olishimiz. Xayr deng. Mana bu oldinga qarab pastga tushishim kerak. Srazu o'yingohga chiqdik. Bu yerda kids kafesi bor ekan, tipa kids club bor ekan. Bunaqa игровая zona bilan bolalarni band qilishga. This is so cool. Kids Planet ekan. Va qaranglar. Muncha zo'r bu mehmonxona, muncha cho'tki. Sharoitlarga gap yo'q. Bugun pasportniy pogoda, o'shaning uchun dengiz uncha ko'rinmayapti. Uncha chiroyli ko'rinmayapti, lekin havo ochiq bo'lganda rosa zo'r ko'rinadi. Voy, tirinozavrisi. Oh my god, tirinozavrpa. Legolar bor ekan, bunaqa qumundiydigan zonalar bor ekan. Zo'r ekan. Ha, jonim. Keldik. Bizga burchakdan xona berishibdi. Ikkita bolamiz bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir xonani ko'rsataman sizlarga. Vau! Oh, vau! Qanaqa zo'r xona, oshxonalari ham bor. Zo'rmi bolam? Vanna bor, oshxona bor, balkon bor. Dadashi. Холодильникlar, hamma narsamiz bor ekan. Ovqat pishirishga bo'lar ekan. Lekin я не буду готовить. Mana kofe ichamiz. Сразу kirishimiz bilan oshxona. Bu yerda balkon. Dadasi shunga mul bering. Divanchik. Shahar ana balkonli. Ha? Nima bo'ldi bolajon? Sovuq ekanmi bolam? Sovuqmi? Sovuq qiladi. Bitta mana spa
спальня, bu yoqda biz unaqa qo'shimcha kravat olamiz, xudo xohlasa. Uni ochib ko'rchi, ichida nima bor ekan? Voy, konditsionerni sal ko'tarib qo'yaylik. Слишком для нас. Men ko'tardim bu xonanikini, u yoqnikini endi o'zingiz bilasiz. Mayli. Bu yerda mana shkaf, seyf. Ha. Тапочки. Ha, tapchikasini kiyib olaylik. Buni ikkita tapchikasini kiyib olaylik bas. Yo'q, это dengiz yaqinidan. Dengizga qaragan xona olmabmiz-da. Lekin ko'rinyapti dengiz. Yonidamiz dengiz. Bolalarim. Tak. Shunday qilib rum-turchamizni tezgina qoldik. Pakashda xona toza paytida уже bo'ldi. Ko'rdinglar, mana 5 minut xona toza edi, уже anaqa bo'ladi. Biz kerak eshik qattiq ekan bu yerda. Qo'lingiz edi-yu. Yo'q, qolmagandir. Wow! Sayohatimiz, dam olishimiz boshlandi. Anaqa drinklarni ichuvdik-ku, hozir endi desert bergach shunaqa. Deb ko'z qilib. Xayurchiq, voy bolam, biram balkonni sevdim, biram balkonni sevdim. Qaq ketyapsan? Uxlab qolibmiz, maza qilib uxlab turdik. Dadasi bizga room service qilib ovqatlar zakaz qilibdilar. Mana yaxshi ko'rgan supimiz mol go'shtli. Конечно, bolalarga kartoshka free, pizza, chunki sup ham ichishadi-yu, bunaqa narsalar ham yeyishadi. Zaynim uxlab turdi, rosa sut ichib turdi. Dadasi o'zlariga burger oldilar. Yoqimli ishtaha. Men sup ichaman. Men chet elga chiqqanimda chet el ovqatlariga uncha yeyolmayman. Shunaqa. Lekin to'lashga tayyorsiz. Любой ovqatimizga Yemoqchi bo'lganlarga. eng zo'ri shu. Ke bolam, ke sup beraman. Zayn. Oy, kechki sayrimiz. Ovqatdan keyin mana yurimiz. Men bu jelli Qozog'istondan kelar ekan. Ha. Yerga tushirmasdan tepish. Bizda faqat qo'yni junidan qilamiz. Bolalikda. Plyaj bo'yida, dengiz bo'yida yuribmiz. Hotelimiz ona tushdik. Orqada qolib ketdi-yu, hozir yana bu taraflar polniy dengiz, palmalar ekan. Magazinga kirib chiqdik. Bolalar kechqurun sut ichishadi, oddiy sut, o'sha oddiy sutdan olib chiqdik. Suv oldik. Idish yuvadigan gel oldik, chunki idishlar bor ekan. Ishlatamiz, yuvib o'zimiz anaqa qilaveramiz. Va paket mayda chuyda shunaqa kerakli bo'lgan narsalardan oldik, bolalarga shirinliklar oldik. Pechenye, shunaqa narsalar. Jelly, sok. Da. Davom etamiz. Orqada qanaqadir katta konsertni nima struktura qurishyapti. Menimcha konsert bo'lsa kerak yangi yilda. Mana bugun 28 kunni o'tkazdik. Единственный 1,5 soat uxlab qolibmiz, o'sha qorong'i tushib qoldi ovqatlangunimizgacha. Basseynga tusholmadik, ertaga tushamiz mayli. Shundan keyin o'sha har kun bassendamiz. Ertaga basseynlar sezoni ochiladi. Nima gaplar? Havo juda ham zo'r, shikarniy. Men ustimga ozgina narsa kiydim, chunki takoy shamol bor dengiz oldida. Narxlari haqida ham ozgina aytib o'tay. Bu yerda Malayziyadan arzon ekan, Koreyadan ko'ra ancha arzon. O'zi Malayziya Koreyadan arzon edi, Vyetnam вообще arzon ekan. Hozir mana shu bir paketimiz где-то 400 ming, 350 ming so'm atrofida bo'ldi. So'mda Koreyada 40 ming won, koreyskiy vonda hisoblasak bo'ldi.
ancha narsa olib qo'ydik o'zi. O'ta plyajniy voleybol o'ynashyapti. Mazza qilib dengiz bo'yida. Voy, qanday ozora. Oy, mana aytdi, уже har xil loungelar, restoranchalar qatorlari boshlandi. Ozgina yurganimizdan keyin. Mana baliq yegilar kelsa, shunda tirik baliqlarni qarab, mana shu yerda tanlab pishirib berishar ekan. Toza, chiroyli turibdi biram. O naryoqlarda ham bor. Shunda bechoralarda tepasida menyular turibdi. Ay, achalarim. Nima bu? Xo'p. Majelli. Paka qiling. Paka. Paka. Kaku. Wow. Dengiz. Mazza. Yetqizganiga shukr. Qaranglar suvda. Wow.